kim bir ayolni faqat chiroyi uchun uylansa, Alloh uni xor qiladi. Bu degani chiroyi ayol uylanib bo'lmaydi degani emas. Tarbiyasi, axloqi, diniga qarang, go'zal bo'lsa nur ustiga nur, lekin axloqi, tarbiyasi, dini mutlaq yo'q bo'lgan chiroyli ayolga uylanib bo'lmaydi musulmon odam. Bo'laveradi, boshqalarga bo'laveradi, musulmonga bo'lmaydi. Va man tazawwaja limaliha afqarahulloh. Kim bir ayolni faqat moli uchun, boyligi uchun qiziqib uylangan bo'lsa, Alloh uni faqirligini ziyoda qiladi. Va man tazawwaja li hasabiha zadahallohu dana'atan. Kim bir ayolni faqat nasabi uchun uylangan bo'lsa, Alloh uni pastligini ziyoda qiladi. Falaka bidati din taribat yadak. Baraka topgin. Din egasini tanlagin.